Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Samarqand klubi Impix fermer xo'jaligi ko'chatxonasida yetishtirilgan in vitro ko'chatlarini yerga ekish bo'yicha jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Buning uchun dastavval biz yerni tayyorlab olishimiz kerak. Yerni tayyorlash uchun uni avval 30-40 sm chuqurlikda yumshatamiz. Undan so'ng esa yerni usti tekislanib, ko'chat ekish sxemasi bo'yicha joylar belgilanib olinadi va joylar belgilangandan so'ng quyidagi tartibda ko'chatlar joyini kavlash ishlari boshlanadi. Hozir bu ishlarni bizga Jasur akamiz ko'rsatib beradi. Ko'rib turganingizdek, yerda kovlash ishlari boshlandi. Yerning chuqurligi 30 sm, diametri 20 sm o'lchamda kovlanib olinadi. Yer kovlangandan so'ng unga 30 gram amafos tashlanib, uni ustidan ozroq tuproq solinadi. Hozir shu amafos tashlanish jarayonini ham sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana 30 gram chamalab oldik va uni yerga tashlaymiz. Uni ustidan so'ng albatta tuproq tashlanishi kerak. Agar tashlanmasa, ildizni kuydirish holati ham bo'lishi mumkin. Amafos tashlangandan so'ng unga ozgina miqdorda suv quyib olamiz. Taxminan shuncha suvni quyganimizdan so'ng ko'chatni yerga o'tkazish jarayoni boshlanadi. Buning uchun ko'chatimizni yerga o'tkazish ishlarini boshlaymiz. Undan avval dastavval polietilen tuvakchasi olinadi. Shundan so'ng uning tomiri ezilib, yoyib olinadi. Ko'rib turganingizdek, yoyib olingan tomirni sekin-astalik bilan yerga o'tkazish jarayonini boshlaymiz. Mana shu tartibda qo'yiladi. Faqat buni yerga o'tkazishda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Payvand qilingan joydan ozroq pastda ko'milish kerak. Payvand qilingan joy ko'milmasligi kerak. Agar payvand qilingan joy ko'milsa, bu chirish holatini keltirib, ko'chatni qurishiga olib kelishi mumkin. Hozir bu sal chuqurligi oshib ketdi, shuning uchun sal pastga tuproq tashlab, ko'chatni teparoqdan ko'mamiz. Sababi o'sha boya aytganimizdek, payvandni ko'milmasligi kerak. Ko'chatlarimiz ekilgandan so'ng u tuproqni ozroq zichlab olamiz. Ana tuproqni ham zichlab oldik. Ko'chat ekish jarayoni tugadi. Endi buni keyingi bosqichi sug'orish jarayoni. Sug'orishda biz tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishni tavsiya etamiz. Sababi bunda ko'chatlarni sug'orish ancha samarali va oson bo'ladi. Agarda shu tomchilatib sug'orishni iloji bo'lmagan taqdirda ko'chat atrofida suv quyish, ko'chatgacha suv yetib bormasligini aytib o'tishimiz kerak, chunki bu ham ko'chat qurishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar hovlilarda ko'chat ko'proq bo'ladigan bo'lsa, har biriga suv quyishni iloji bo'lmasa, yarim metrdan ariq kovlab, o'sha ariqlar yordamida sug'orish ham mumkin. Buni 2 kunda bir sug'orish tavsiya etiladi. Sababi tuproqdagi namlik ketmasligi kerak. Bu ko'chatlarimiz popuk ildizligi sababli sal suvni ko'proq talab qiladi. Ko'chatlarimizni ekib bo'lgandan so'ng mana shunday atrofini ochib olamizda, uni bir to'yintirib sug'orishimiz kerak. Bu to'yintirib sug'orishdan maqsad o'sha tuproqning zichligini oshiradi suv hamda ichkariga havo kirmasligini ta'minlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, ko'chatgacha suv bormadi, faqat o'sha atrofidagina suv bo'ldi. Bundan keyin mana shu jarayondan keyin har 2 kunda bir suv berib borilishi kerak. Shu tuproqning namligini yo'qotmagan holda parvarish qilish kerak.